Xudoning do'sti bo'lishlik uchun 3 ta narsa bo'lish kerak. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة من كن فيه فقد استحق ولاية الله حلم أصيل يدفع به سفه السفيه وورع يمنعه من المعاصي وحسن خلق يداري به الناس. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma aytadilar, 3 narsa bor. Qaysi bir odamda shu 3 narsa jam bo'lsa, demak bu odam Alloh jalla va aloga do'st bo'lishlikka haqli bo'ladi. Xudoning do'sti bo'lishlik uchun 3 ta narsa bo'lish kerak. Kim? Ahmaq odamga o'ta go'zal hilm bilan javob qilishlik. Ahmaq odamga hilm bilan o'ta og'ir bosliqlik bilan javob qilsa, bu odam Allohning do'sti bo'ladi. Ahmoqqa ahmoq bo'lib, jinniga jinni o'mash kerak ekan. Sal unga juda og'ir bosliq bilan baqiryapti, qiy-chuv qilyapti. O'zingizni juda og'ir bosliqlik bilan javob qo'ysangiz, shu Xudoning do'stligini belgisi ekan. Ikkinchisi, va vara'ul yamna'hu minal ma'as. Gunohlardan qaytaradigan taqvo insonda bo'lsa, Xudoning do'sti bo'lishlikka haqli bo'ladi. Gunoh ishlardan qaytaradigan taqvo. Gunohning turi ko'p-ku, o'g'irlik ham gunoh, hamma yo'q. Shunaqa yomon ishlardan insonni tiyadigan taqvo bo'lsa-ki, Xudoning do'sti bo'lishga haqli. Uchinchisi, go'zal xulqi, u xulq bilan odamlarga muloyim, mehribonchilik qiladigan go'zal xulq bo'lsa, Allohning do'sti bo'lishlikka haqli bo'ladi.